Bizning Anilanus kanalimiz homiyi bo'ling va sizning loyihalaringiz bizning videolarda namoyish etiladi. Diqqat! Bu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. O'zbek tilidagi animatsiya va dublyaj muallifi hech kimni yoki hech narsani targ'ib qilmaydi. Bu shunchaki animatsiya. Ushbu video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shuningdek, o'z layklaringizni ham bosing. Bu siz uchun qiyin emas-ku. Biz uchun esa yoqimli. Barchangizga maroqli tomosha tilaymiz. Institutdagi o'qishning birinchi kuni davomat. Sezdikki, bizning familiyamiz salkam bir xil. Tanishdik va kuldik. Yaqin vaqt oralig'ida bizni bir guruhga qo'shishdi. Guruhda 1,5 o'g'il bola va 33 ta qiz bola bor edi. Bu misoli odatiy garem animalardagi holat kabi, lekin anime hayot emas. Hamma bilan gaplashardim, lekin u bilan ko'proq. Biz do'st bo'ldik uzoq vaqt. Har doim birga edik. Darsda, tanaffusda, oshxonada, kutubxonada, ko'chada, do'konda va birga ovqatlanardik va kulardik. Undagi hamma narsa yoqardi. Qanday chizishi, qanday kiyinishi va hattoki hiqillashi ham. Uni sevib qolganimni tushundim-da, barcha hislarim haqida aytib berdim. Birinchi bosamizni bo'ynimning g'irchillashi to'xtatgandi. So'ngra kuldik. Keyin o'qish tugadi, nikohlanish va to'y. U meni familiyamga o'tdi, atiga birgina harfni o'zgartirib, yana kuldik. U menga sevishini aytsa-da, lekin har doim tishlayveradi. Biz doim aylanamiz. Bir kuni do'kon rastasida kawaii cho'chqalar figurkasini ko'rib qoldik. Erib ketdik. Hayotimizda sehrli so'z paydo bo'ldi. Xiryu. O'shandan beri bir-birimizni xiruyamiz, xayrli xiryun tilaymiz, yoqimli xiryuha va hokazo. Xiryular hamma joyda. Kulayotganda hattoki xiryular chiqaramiz. Gohida bamisoli cho'chqa kabi bo'kib qolamiz. U meni xurikvoy deydi, ammo o'zi xiryuchi bo'lishdan bosh tortadi. Jahli chiqqanda yuzini ishirib oladi. Men buni qopcha deb atayman. O'shandan boshlab u qopcha, lekin ko'proq pandaga tortadi. Yotadi, turtadi, quchoqlaydi. U aytadiki, men gapirdim deydi, lekin gapirmagan bo'ladi. Balki gapirgandir, ammo men eshitmagandirman, chunki meni boshim teshik va tupoyman-ku. Uni o'ng deyishi ba'zida chap degani, u eski mavzuni tugatmasdan boshqasiga o'tib ketadi, yana hazillarni ham oxirgacha ayta olmaydi, chunki bu hazil o'zi uchun kulgili. Ko'lda o'zini qo'lidan qo'rqib ketishi mumkin, uni akula deb o'ylab, keyin cho'kishni boshlaydi. Negadir o'zini pulsini o'lchaydi, lekin noto'g'ri va o'zini og'ziga qarashni so'raydi. Ha, yana bizda 3 ta farzand. Dada, hozir nima qilyapsiz? Bilganimda edi. Alohida uxlagan paytimiz bo'lgan. Chunki u bolani emizishi kerak edi. Men esa ertalab ishga borishga majbur edim. Ha, aytgancha, sochim ham o'zgargandi. Xullasda, u bacha bilan mehmonxonada yotardi, men esa yotoqxonada. Uxlashni endi boshlagandim, lekin pipiga turishga to'g'ri kelib qoldi. Paypaslab, qorong'uda hojatga borayotgandim, lekin kirish oldida toshdek qotib qoldim. O'zingiz tasavvur qiling. Bolangiz va ayolingiz uxlayotgan xonaning naqd o'rtasida g'illat ovoz chiqaradigan shimshiq o'zga sayyoralik maxluqning soyasi turibdi. Tasavvurimda bu maraz xotinimni va bolamni yutib yuborganda, ular esa oshqozondagi suyuqlikda meni yordamga chaqirishayotgandi go'yo. Men esa suyib qo'yishimga sal qolgandi. O'zi rostdan nima bo'lgandi? Bola uxlayotgan payti qo'shiq eshitishni xohlab qolganlar. Quloqchinda. Bir payt playlistda shunaqangi o'ynataveradigan qo'shiq chiqarib qolgan, birdaniga o'rnidan turib, xayolidagi o'yingohga chiqib, shayton bazmni boshlagan, raqsga tushib, o'sha sevgan qo'shig'ini aytgan. Albatta, pichirlab, chunki bolani uyg'otish kerakmas. Xotinjonim o'ylamagan tashqaridan qanaqa ko'rinadi, qanday eshitiladi. Qo'shimchasiga meni ham o'ylamagan, hojatga bormasdan bajarib qo'yishimni. Bu narsa hozir kulgili, lekin o'shanda men baribir ham ishimni bajara olmadim. Bunaqa voqealardan bizda xiryulonta. Tushundingiz-a? U bamisol Usagi Tsukino, lekin bipolarka bilan. Emotsional yig'ilgan energiya, yumor va yoqimtoylikning.
U yoningda bo'lsa xuddi tupoydek kulasan. Uni sevmaslikning iloji yo'q. Chunki u chinakam xazina. Xazina bilan to'lgan qopcha. Meni qopcham. Ovoz berdi Ismoilov Umar, maxsus YouTube kanal uchun va bo'lajakdagi ayolim uchun.